Assalomu alaykum, hurmatli tandir o'chog'i ishqibozlari. Mana navbatdagi ishimiz xudo xolasa yakuniga yetdi. Ko'rishingiz mumkin. 3 ta qozon, bitta tandir, mo'ykamiz joylashgan. Xudo xolasa nihoyatda chiroyli holatda chiqdi. Demak, birinchisi 80 litrli qozon. Bu yerda non supamiz joylashgan. Joyimiz periko'slik uchun noodatiy chiqdi. Bunisi tandir. Zamonaviy tutamaydigan tandir. Tutuni faqatgina mo'ridan chiqadi. Xudo xolasa endi tunukalarni zakas berib qo'ydik. Xo'p, navbatdagisi 40 litrli qozon. Bu yerda o'rtaga kirib azbiz ulanadi, o'rtadan bemalol ishlasa bo'ladi. Bunisi 22 litrli qozon. Bu рабочий stol hamda mo'ykamiz joylashgan. Mo'ykaning yonida ham idish terish uchun joy. Kimga shunaqa zamonaviy chiroyli tandir o'choqlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zim xizmatdaman.